Forrest Gump, Winston Groom. 19-qism. Munsida shunday bo'ldi. Axlat meni mag'lub qilishi kerak edi. Mayk buni menga yo'lda aytdi. Umuman olganda, uning mendan qandaydir afzalligi bor edi. Shuning uchun u g'alaba qozonishi kerak. Men esa birinchi marta ringga chiqqanim uchun yutqazishim aniq edi. Mayk men bu haqda boshidan bilishim va juda xafa bo'lmasligim kerakligini aytdi. Bu kulgili, dedi Jenni. Odam o'zini axlat deb atasa, haqiqatdan ham shunday bo'lsa kerak, dedi Den, uni qayg'uli fikrlaridan biroz chalg'itmoqchi bo'lib. Esingizda bo'lsin, Forrest, davom etdi Mayk. Bularning barchasi namoyish uchun. Qizishib ketmang. Hamma xavfsiz va sog' qolishi kerak. Axlat g'alaba qozonishi shart. Biz Munsi shahriga yetib kelganimizda, u yerda kurashni tomosha qilish uchun juda ko'p olomon to'plangan edi. Bitta jang allaqachon boshlangan, o'simlik o'zini hayvon deb ataydigan yigit bilan jang qilmoqda edi. Bu hayvon maymunga o'xshab tukli edi va yuzida qora niqob bor edi. Bu yigitning birinchi qilgan ishi o'simlikning tarvuzli dubulg'asini yirtib tribunaga tashlash bo'ldi. Keyin uning bo'ynidan ushlab, boshi bilan ring ustuniga o'tkazdi. Keyin qo'lini tishladi. Men hatto o'simlikka biroz achindim ham. Yaxshi yigit edi. Shundan so'ng u qobig'idan bir nechta barglarni oldi va ularni hayvonning ko'ziga sura boshladi. U qichqirdi va ko'zlarini ishqalab halqa atrofida yugura ketdi. O'simlik uning orqasidan tepdi. Keyin u hayvonni halqali arqonlarga qimirlamasligi uchun o'rab tashladi va ura boshladi. Olomon shunchaki qichqirardi va ularga qog'oz stakan bilan likoplarni uloqtirardi. O'simlik bosh barmog'ini ko'tarib salomlashdi. Men hatto hammasi qanday tugashiga qiziqa boshladim. Lekin Mayk meni kiyim almashtirish xonasiga borib, axlat bilan jang uchun kiyinib kelishim kerakligini aytdi. Men endigina taglik va qalpoqchalarimni kiyib bo'lgan edim. Kimdir eshik taqillatib keldi. Ahmoq shu yerdami? Mana, javob berdi Den. Chiqish galing, kel, dedi yigit va biz yuqoriga ko'tarildik. Axlat bizni allaqachon ringda kutayotgan edi. Den ortimda sudralib yo'lak bo'ylab ketayotganimizda, raqibim aylana halqa bo'ylab yugurib, har xil qiliqlar qilardi. Agar u rostdan ham o'sha kostyumda cho'chqaga o'xshamasa, la'nat bo'lsin. Xullas men ringga chiqdim. Sudya bizni yaqinlashtirdi va dedi: "Xo'p, bolalar, men adolatli kurashishingizni xohlayman. Ko'zga urish, pastdan zarbalar, tirnash va tishlash shunga o'xshash holatlar mumkin emas." "Xo'p", deb javob berdim. Axlat esa menga shunchaki qarab qo'ydi. Qo'ng'iroq chalindi va biz bir-birimizni aylanib o'tdik. Nihoyat u meni tepmoqchi bo'ldi, lekin o'tkazib yubordi. Men uni ushlab, arqonlar tomon otdim. Keyin men uni qandaydir shilimshiq bilan bulg'anganini anglab qoldim. Bu uni ushlab turishni qiyinlashtirardi. Men uning belidan ushlab tutsam, u ilon baliq kabi buralib ketadi. Qo'lidan ushlab olay desam, yana eshilib, menga qarab tirjayadi. Keyin u yugurib kelib boshi bilan aniq qornimni mo'ljalladi. Men bir oz orqaga tisarildim. U arqondan oshib, o'tib oldingi qatorga ag'anab tushdi. Hamma unga baqirib, qichqira boshladi, lekin hech narsa bo'lmadi. U o'zi bilan qatlanadigan stulni olib ringga qaytdi. Bu stul bilan u meni halqa atrofida quva boshladi va kursidan o'zimni himoya qiladigan hech narsam bo'lmagani uchun men undan qochardim. Ammo bu axlat degani orqamga stul bilan urdi va sizga aytishim kerakki, bu juda og'riqli edi. Keyin men stulni undan tortib olmoqchi bo'ldim, lekin u stul bilan boshimga urdi. Keyin meni burchakka haydab bordi. Qochadigan joy yo'q edi. Keyin yanog'imga urdi, so'ng ikkinchisiga. Den arqonlar yonida turar va hakamga axlatdan stulni olib qo'ying deb qichqirardi. Ammo natija bo'lmadi. Axlat boshimga stul bilan 3-4 marta urdi. Yiqildim. U ustimga otildi va sochimdan tortib boshimni yerga urardi. Keyin qo'limdan ushlab barmoqlarimni sindira boshladi. Men Denga qaradim va so'radim: "Bu nimasi?"
Den esa arqondan o'tishga harakat qildi, lekin Mayk uning yoqasidan ushlab o'tishga ruxsat bermadi va to'satdan bong urildi va men o'z burchagimga qaytdim. Qarang, dedim men Maykka. O'sha shafqatsiz meni o'ldirmoqchi bo'lib boshimga stul bilan urdi. Men u bilan nimadir qilishim kerak. Siz shunchaki chidashingiz kerak bo'ladi, dedi Mayk menga. U sizga zarar yetkazmaydi, u faqat jamoatchilik uchun ishlaydi. Bu adolatdan emas, dedim. Yana bir necha daqiqa chidab turing. U sizni ikkala yelkasiga qo'yishiga ruxsat bering. Asosiysi bu mag'lubiyat uchun siz $500 olishingizni gapdan chiqarmang. G'alaba uchun emas, mag'lubiyat uchun. Agar u meni yana stul bilan ursa, nima qilishimni bilmayman. Men unga aytaman. Men tomoshabinlarga qaradim va u yerda Jennini ko'rdim. U xafa edi. Men o'ylay boshladim. Bu haqiqatdan ham yaxshi qaror emas. Mayli, yana qo'ng'iroq jiringladi va men ringga chiqdim. Bu safar axlat sochimdan ushlamoqchi bo'ldi, lekin men undan qochdim va uni arqonga tashladim. So'ng belidan ushlab o'zimdan yuqoriga ko'tardim, lekin u qo'limdan sirg'alib polga yiqilib tushdi. Keyin yordamchisi o'rnidan sakrab turdi va unga rezina uchli lo'nga o'xshagan narsa berdi. Va u bu matoh bilan mening boshimga ura boshladi, ammo men u matohni qo'lidan tortib oldim va sindirib tashladim. Keyin uni ta'qib qila boshladim. Men Maykning jahl bilan bosh chayqayotganini ko'rdim va axlatga qo'limdan ushlab orqamga burashiga ruxsat berdim. O'sha shaytonning bolasi qo'limni sindirib yuborishiga sal qoldi. Keyin u meni polga tashladi va tirsagi bilan boshimga ura boshladi. Men Maykning jilmayib, boshini ma'qullagancha qimirlatayotganini ko'rdim. Keyin axlat qovurg'alari va oshqozonimga ura boshladi. Yana stul bilan boshimga soldi. Meni burchakka haydab bordi. Keyin men unga qarshi hech narsa qila olmadim. Men shunchaki yotib qoldim. U mening boshimga o'tirdi va sudya 3gacha sanadi-yu, bari tugadi. Axlat o'rnidan turib, menga g'olibona qaradi va yuzimga tupurdi. Bu juda jirkanchli edi va men endi nima qilishni bilmasdim. Shuning uchun yig'lab yubordim. Axlat ringda raqsga tushdi. Den menga yaqinlashib, yuzimni sochiq bilan arta boshladi. Keyin Jenni paydo bo'lib, meni quchoqlab yig'ladi. Olomon vahshiyona bo'kirib, ringga har xil keraksiz narsalarni otdi. Bo'ldi, ketaylik, dedi Den va men o'rnimdan turdim. Axlat menga tilini chiqarib kuldi. Ular seni to'g'ri nomlabdi, dedi Jenni. Biz ringni tark etganimizda sen haqiqatdan ham axlatsan. Biroq u men haqimda ham xuddi shunday deyishi mumkin edi. Umrimda hech qachon bunday xo'rlikni ko'rmaganman. Indianapolisga ketayotib, uchalamiz ham ma'yus tortib qoldik. Forrest, siz bugun yonib ishladingiz, dedi Mayk nihoyat. Ayniqsa oxirida yig'laganingiz tabiiy chiqdi. Jamoatchilik buni yaxshi ko'radi. Bu haqiqiy edi, qayd etdi Den. Yaxshi, dedi Mayk. Kimdir baribir yutqazishi kerak edi. Sizni ishontirib aytamanki, keyingi safar Forrest albatta g'alaba qozonadi. Xo'sh, bunga nima deysizlar? Keyingi safar bo'lmaydi, dedi Jenni. Lekin u bugun yaxshi pul topdi-ku, so'radi Mayk. $500 ga uni axlat bilan almashtirish yaxshi emas, dedi Jenni. Ammo bu uning debyuti edi. Men sizga aytsam, keyingi safar narxi $600 bo'ladi. 1200, dedi Den. 900, deb javob berdi Mayk. Nega u suzish kiyimida chiqmaydi, so'radi Jenni. Chunki hozirgisi jamoatchilikka yoqadi, deb javob berdi Mayk. Bu uning obrazining eng jozibali qismi. Xo'sh, agar shunday kiyim kiyish kerak bo'lsa, o'zingizni qanday his qilasiz, so'radi undan Den. Albatta, men ahmoq emasman, deb javob berdi Mayk. Ovozingni o'chir, dedi Den. Umuman olganda Mayk o'z so'zida turdi. Ikkinchi martasi Gadifli ismli yigit bilan jang qildim. Uning egnida erkaklarning kostyumi va ulkan ko'zoynakli niqob bor edi. Men uni ringga ag'darib tashladim va boshiga o'tirib oldim. Natijada $900 ishladim va tinglovchilar ichida kimdir qichqirardi. Ahmoqqa tiking, ahmoq uchun. Umuman olganda yomon bo'lmadi. Uchinchi martasi Pari bilan jang qildim va hatto sehrli tayoqchasi bilan o'zining boshiga urishga erishdim. Xo'p, bundan keyin yana ko'plab yigitlar bor edi. Nihoyatda Den va men krevetkalar yetishtirish biznesini boshlash uchun $5000 yig'ishga muvaffaq bo'ldik.
Lekin shuni aytishim kerakki, olomon meni sevardi. Ayollar menga xat yozishardi va do'konlar meniki kabi masxaraboz shlyapalarini sota boshladi. Men ba'zan ringga chiqaman. Tomoshabinlar orasida esa men bilan bir xil qalpoqchada o'tirgan va meni olqishlagan 100 ga yaqin odamlar bo'ladi. Bu qalbimni ancha ovuntirdi. Tushunyapsizmi? Jenni bilan ham juda yaxshi munosabatdamiz. Kurashda ishtirok etishim masalasini hisobga olmaganda albatta. Har kuni kechqurun u ishdan qaytganida biz kechki ovqat pishirardik va Den bilan xonasida krevetka yetishtirish bo'yicha rejamizni muhokama qilib o'tirardik. Biz Babbaning ona shahriga borib, Fors ko'rfazi sohilidagi botqoqni ijaraga olishga, to'r va krevetkalar ularni boqish uchun kichik qayiq sotib olishga qaror qildik. Den foyda ko'ra boshlaguncha yashash uchun joy topishimiz, oziq-ovqat sotib olishimiz kerakligini aytdi. Uning aytishicha, birinchi yil uchun $5000 kifoya qiladi. Keyin krevetkalardan olingan daromadga yashashimiz mumkin bo'ladi. Muammo Jennida edi. Uning aytishicha, biz allaqachon $5000 topib bo'lgan ekanmiz. Nega yig'ishtirinib u yerga bormaymiz? Umuman olganda, bu o'rinli savol edi. Lekin rostini aytsam, men bu yerdan ketishga hali tayyor emas edim. Bilasizmi, Nebraska yigitlari bilan Apelsin ligasi finalida o'ynaganmiz. Men hech qanday muhim ish bajarayotganimni his qilmadim. Ehtimol Xitoyda stol tennisi o'ynaganimda ham. Endi esa har shanba kuni odamlar meni olqishlashlarini eshitardim. Aynan meni. Men ahmoq yoki boshqa kim bo'lsam ham. Ammo bir kuni kechqurun Jenni ishdan kelib menga shunday dedi: "Forrest, biz gaplashib olishimiz kerak." Biz tashqariga chiqdik, kichik ko'l bo'yida o'tirdik va u menga dedi: "Forrest, menimcha sen bu kurashga juda berilib ketding. Nimani nazarda tutyapsan?" dedim men hayron bo'lib. Garchi uni tushunib turgan bo'lsam-da. Sen bilasan, biz deyarli $10,000 ishlab oldik. Bu demning hisob-kitoblariga ko'ra, krevetkalar yetishtirish uchun zarur bo'lganidan deyarli 2 baravar ko'p. Men sendan so'ramoqchiman, har shanba kuni ringga chiqish va o'zingni ahmoqdek tutishni yoqtirasanmi? Lekin men o'zimni umuman ahmoqdek his qilmayapman, deya e'tiroz bildirdim. Men muxlislarimni xursand qilishim kerak. Axir men hozir juda mashhurman. Men hamma narsani tashlab shunday ketolmayman. Bularning hammasi bema'nilik, dedi Jenni. Sen kimni muxlis deb atayapsan va bu mashhurliging nimasi? Bu jirkanch tomosha uchun pul to'lashga tayyor bo'lganlar shunchaki ahmoqdirlar. O'ylab ko'r. Voyaga yetgan erkaklar sahnaga chig'anoq bilan chiqib, bir-birini o'ldirayotgandek ko'rsatishadi. Faqat o'zlarini qanday chaqirishlari haqida o'ylashmaydi. O'simlik, axlat va oxirida sen, ahmoq. Xo'sh, buning nimasi yomon? So'radim men. Seningcha, men sevgan yigitim ahmoq nomi bilan mashhur bo'lib, har shanba kuni o'zini kulgiga qo'yib, hatto televizorda ham ko'rsatishini bilsam, nimadan tashvishlanishim kerak? Ammo ular buning uchun yaxshi to'laydilar, dedim. Pul bilan do'zaxga kir, dedi Jenni. Menga bu la'nati pul kerak emas. Haqiqatdan ham ortiqcha pulga muhtoj bo'lmaganlar bormi? Hayron bo'lib so'radim. Ammo bu narxga emas, dedi Jenni. Men shuni aytmoqchimanki, biz tinch yashashimiz mumkin bo'lgan joy izlash vaqti keldi va sen yaxshi ish topishing mumkin. Krevetkalar biznesi kabi. Biz bog'chasi va iti bo'lgan kichkina uy sotib olardik. Hatto bolalarimiz bo'lardi. Shaxsan menga musiqiy guruhdagi shon-shuhrating yetarli edi va bundan hech qanday yaxshi narsa chiqmadi demoqchiman. Men baxtli bo'lolmadim. Men deyarli 35 yoshdaman va allaqachon tinch hayotni xohlayman. Yaxshi, dedim men. Umrimning oxirigacha jang qilmoqchi emasman, lekin hozir ayni vaqti. Yaxshi, unda men bu yerda o'tirib sening qachon bundan zerikishingni kutmayman, dedi Jenni. Ammo men uning jiddiy gapirayotganiga ishonmadim.